Juda qiyin bo'lyapti chiqishlari lazım. 5 soatda chiqyapti. 5 soat. Bezdagi men turganlar uchun mana shu videoni oxirigacha ko'ring. Aeroportdan aytyapti, ya'ni QR kod 30-iyundan bo'ladi. Telefonni ko'radi, telefon endi Mana afsona so'raydi, savol bo'ladi aka. bular zakon priниматgani bu. Нежелательное лицо dedi. Tayyor pullar kelishdan oldin shu holatda kelasizlar deb gapirib o'tdi. Mer Privilegi mobil ilovasida patent uchun to'lov amalga oshiring. 123 promo kodi bilan siz xizmatlar uchun to'lovga chegirma olasiz. Ilovaga kiring, patent to'lovi bo'limini tanlang, patent ma'lumotlarini to'ldiring va promo kodni kiritishni unutmang. Keyin shaxsiy ma'lumotlaringizni kiriting, ma'lumotlarni tekshiring va to'lovni bosing. Operatsiyalar tarixi haqida ma'lumot har doim sizning qo'lingiz ostida bo'ladi. Siz uni patentni to'lash bo'limida topishingiz mumkin. Mer Privilegi siz uchun faqat eng yaxshisi. Bezdagi men turganlar uchun mana shu videoni oxirigacha ko'ring. Aynan Jukovskiy aeroportida holat qanday bo'lyapti? Ko'p aka-ukalarimiz hayoti biz dokument qilmaganmiz, lekin biz tinchgina uchib ketaylik, uka, shu eng tinch aeroportni ayting deganlar uchun sizlarga birinchi o'chirda O'zbekistonga kelish uchun Vunuko aeroport tinch, tojikistonliklar uchun Jukovskiy aeroport juda ham tinch. Ketishda bilasizlar, Jukovskiy aeroportda faqatgina yo'lda turardi. Hozir Allohga shukr, bugun mana kelyapman. Yo'lda hech kim yo'q. Ya'ni Jukovskiy aeroporti ichki holatini ham bir qator sizlarga tanishtirib o'tamiz. Aynan dokument sürgan akalarimizni shu videoda jo'natib qo'ying. 3 ta maslahat sizlar uchun imенно Jukovskiy uchib ketmoqchi bo'lsanglar, ya'ni Yandeki sariq brendli taksida kelmanglar, imkon bo'lsa avtobusda kelinglar. Yo'kunda haligi nima bo'ladi? Bez brend mashinada kelsanglar, yo'ldagi tog'alar ba'zida turib oladi. Shu holatga ushalmaslik uchun imkoniyat 100 ga 100 bo'lib qolishi mumkin. Avvalo hammasi Allohdan. Faqatgina sizlarga manfaatli video qo'yib berishga harakat qilamiz xolos. Ya'ni biz aytganimiz bo'ladi deya olmaymiz. Ba'zi negativlar uchun shu ma'lumotni ham yetkazib qo'ymoqchiman. Xullas, videoni oxirigacha ko'ring, bitta like bosib qo'ysanglar xursand bo'laman. Aytgancha, bilasizlar, oxirgi videomizda ya'ni QR kod bo'yicha ma'lumot joylaganimda juda ko'p akalarimiz so'rayapti. Uka, bizga gosusluga bor, biz ham o'tishimiz kerakmi deb. Albatta, 30-iyundan boshlab agar O'zbekistonda bo'lsangiz, Rossiyani qaysi joyiga, ya'ni qaysi shahriga kelishingizni aqdingizda QR kod orqali ro'yxatdan o'tib, ma'lumotlarni joylashingiz kerak bo'ladi. Men sizlarga обязательно qanday ro'yxatdan o'tish kerak va nima qilish kerak to'liq bir отдельный video qilib berishga harakat qilaman. Kutayotganlar bo'lsa kommentariyaga yozib qo'yinglar. Aytgancha, O'zbegim 24 bilet olish uchun ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Boshladingmi akalar? Jiga like bosib qo'ying. Hech narsa ketmaydi. Shunday, yengil. Ana unda bismillah. Ko'rib turganlarda kirish 15 minut besplatniy ekan, soat 300 rubldan ekan jigarlar. Parkovkasi mana shu. Biz sekin kirib ketamiz. Jigarlar, mana Surxondaryolik akalarimiz bilan turibmiz. Aeroport Jukovskiyda taksilik qiladi. Tanib olinglar, mana shu 3 ta akamizni. Mabodo kelib qolsanglar, primo обращаться qilaverasizlar. Aka, nima yangiliklar mana Jukovskiydasizlar? 24 ga yetdi. Nima yangilik, nima bo'lyapti? O'zbekiston, Tojikiston chiqayotganlar necha soatda nima bo'lyapti? To'g'risini aytinglar. Juda qiyin bo'lyapti chiqishlari lazım. 5 soatda chiqyapti. 5 soat, 6 soat. Shu Aynan O'zbekiston, Tojikiston. aynan Tojikiston. O'zbekiston fuqarolari, Qirg'iziston fuqarolari ham tezroq. Tezroq. 1-2 soatga chiqishadi. Nimani afsondan so'raydi, savol bo'ladi aka. Endi ular ichkarida aslida hech qanday bir talqin Telefon, savol bermaydi. savol. Telefonni ko'radi, telefon endi mana bular zakon priнимат qilgani нежелательное лицо dedi. Ha. Shu yuzingizga qarab siz yoqmay qoldingizmi? Jo'nataveradi. Qoladi. Shuning uchun sal kulibroq, kayfiyat bilan salomlashib turaverishib kerak. Bizga o'xshab yurmasin. Ya, gap yo'q. Agar обращаться qilinglar, xizmatda bo'ladi. Rossiyaning любой joyiga ketaverasizlar. 24 ga yetdi mana shu yerda. Xudo xolasa. Nasib bo'lsa, biz ichkariga video qilib chiqamiz akalar. Xizmat yo'q menga? Yo'q. Va akamiz anaqa solishadigan anaqa baseballga o'xshaydi. Sportsmenmi? Jigarlar, Dushanbaga registratsiya boshlandi. Ya'ni aeroport Jukovskiy o'ta ham tinch. Reyslar va fotoslarga ko'rsatib o'taman. O'sh, Dushanba, Farg'ona, Samarqand, ikkita Dushanba, yana Dushanba. Tojikistonga ko'p reys mana shu yerdan bo'ladi akalar. Nasib bo'lsa 23-24-ga Samarqand bor ekan. Dushanba, Urganch, Toshkent. Ya'ni birinchi o'chirda sizlarga savatim aeroport Jukovskiy kelinglar. Birinchi etajda bo'ladi registratsiya. Обязательно mana shu yerda bagajinglarni to'g'rilab olinglar. Ya'ni lishniy расход qilmaslik uchun borib bagajinglarni, rushnoylarni mana shu joyga tushish kerak. Tushmasa 3400 ming, 4000 rubl to'laysizlar. Aynan mana shu Jukovskiy aeroportida Ural uchadi. Ko'pincha biz vatandoshlarimiz Uralga ketadi. Tavsiya. Biz pasport kontrol so'raganlar uchun pasport kontrolida ma'lumot beramiz. Hozir O'zbekiston, Tojikistondan kelgan reyslarni ko'raylikchi. 23:05-19:54 O'zbekistondan keladigan reyslar aynan Jukovskiy. O'sh, Dushanba, Xo'jand, Dushanba,
Samarqand, Farg'ona ikkita Dushan. Juda ham ko'p mana. Isbot uchun shuncha inson kelgan. Ko'rib turganlarda mana shu joydan chiqishyapti mana shu yerda. Akalar, aeroport Jhukovskiyda ichki tizim mana shu holatda ishlaydi va ichkarida tog'alar sizni dokumentingizni tekshirmaydi. Faqatgina yo'ldagi holatni tekshiradi. Endi bilmadim, men doim kelganimda bironta militsiya xodimini, ya'ni tekshirganini ko'rmayman. Ko'rgan bo'lsanglar, tekshirayotgan bo'lsa, obязательно yozib qo'yinglar. Hozir men sizlarga pasport kontrolni videoda uzmasdan ko'rsatishga harakat qilaman mana shu holatda nima holat bo'layotganini. Hop, bugun tepagi holat, endi mana shunaqa holatda chiroqli gapirib, tushuntirib ketmasam bo'lmaydi. Mana shu holat. Ko'rib turganingizda hech kim yo'q. Eshik tagida. Kutish zali mana shu tepada ekan. Kutish zali kichkinagina lekin. Jigalar hammasi yaxshi, tinch, ya'ni tog'alar tekshirmayapti tepada. Aynan bugungi kun bo'yicha aytayapman hozir. Holatni ko'rsataman, tashqaridagi holatni ham. Shuni unda aytib o'tmoqchiman, aeroportda ham aytayapti, ya'ni QR kod 30-kundan bo'ladi. Shunga tayyor turinglar kelishdan oldin, shu holatda kelasizlar deb gapirib o'tdi. Bular shunaqa gaplar. Akalar. Mana shu avtobus ko'rib turganlar. Metro Katennikidan keladi. Mana shu joyga tushadi, to'xtaydi. Ketish ham, kelish ham mana shu avtobusda, ya'ni to'g'ri dokument yo'qlar uchun tavsiya.